Birodarlar va opa-singillar, yana bir yosh inson vafot etdi. Har doim aytamizki, o'lim kamsitmaydi. Bizning bu yerda yashash yoshimiz belgilangan. Lekin biz bu dunyoni yaxshi ishlar bilan ham, yomon ishlar bilan ham tark etishimiz mumkin. Bu o'zimizga bog'liq. 30 yosh, birodarlar va opa-singillar 30 yoshida vafot etishga belgilangan. Bugun juma kuni. U juma kuni janoza marosimiga muyassar bo'ladi. Ko'rib turganingizdek men uning jasadini mahkam kafanlayapman. Uning jasadini izzatli va butun holda saqlash uchun. Biz u uchun duo qilamizki, Alloh taolo unga shu muborak juma kuni mag'firat va rahmat bersin va uni jannatning eng yuksak darajalariga kiritsin. Oramizda qancha odam shu yoshdan o'tgan? O'ylang, bunga tayyormisiz?